Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti'nin Halifle Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Abdullah ibn Zubayr'ni qo'rshash ve Yezid'ninki ölüm hakkında to'xtalamiz. Bu Yezid biz tüngen degende yani Muaviye'nin oğlu Umayyi sultanlıqdaki ikinci bir halife. Hem de bu Medine bastıgan hem de Harra qo'shuni Mekke'ye qarab yuzlandi. Bularning maqsadi Abdullah ibn Zubayr'da urush qilish ve bu Yezid'ga qarta bu adamni bayat edish hamda. Lekin orliqda bu qo'shinniki emiri o'ldi yo'lda. Shunda yana yangi bir emirni bu qo'shinga sayladi. Ular Mekke'ye kelib Abdullah ibn Zubayr'ni qorshab, urush qilib, menchanoq etishib, menchanoq bular tarafidan Kaaba shahriga menchanoq etib, qiyga vaqtli yuz berdi. Şu hamda 64-yili, Hijriya 64-yili Safar ida. Ularning shu atqan o'qlari, ya'ni shu menchanoqda atqan o't zambiraklar shu vaqtda shu aldiki. Shuningki uchqunlarda Kabe'ning yo'fuqlari ko'yib ketdi. Hatto Kabe'ning o'g'isi ko'yib ketdi. İsmail alayhissalomga fidya berilgan, ya'ni qo'chqorning mungizi bu ko'yib ketdi. Bu va shu Kabe'ning o'g'isiga esig'liqdi deydi. Allah Taala mushu yilning Rabiul Avval ida Yezidni ilaq qildi. Ya'ni Yezidning jinni oldi Allah. Shu vaqtda urush davomlashayotgan vaqtda uning o'lim xabari kelgandan keyin Abdullah ibn Zubayr chaqirib, "Ey Shamliqlar, sizlarning zolim podshohingiz o'ldi" dedi. Degandikilar bu Yezidniki qo'shinniki ma'naviyati sunib bu yerda ojizlab paspa holatga tushgandan keyin bularni hamda kishilar bulan talon qilishga boshladi bu yerda. Hamda Yezid o'lgandan keyin Abdullah ibn Zubayr hamda o'zini xalifa atab o'ziga bayat qilishga chaqirdi bu yerda. Ammo Shamliqlar Muaviyatni Yezidga bayat qilgan. Yezid o'lgandan keyin Yezidning yana bir o'g'li va Muaviya ismli. Bu cho'ng Muaviyaning nevrisi. Bunga bayat qilishdi. Lekin bu adamning vaqtimi uzun davom etmedi. Bu keyingi mazmunda keladi. 5 kishi atrofidan keyin bu o'lib ketdi orliqda. Endi Yezidningki she'ridan tuvandagi she'r bo'lib, Yezidning hamda mashhur she'rlardan tuvandagi she'r debdi. Aba hazal hammu faktana. Bu g'amni shundoq besib ojizlab aytdi, shundoq xunuklashtirib etdi. Uyqu kelmas qilib etdi. Yulduzlar qarab shundoq qarayman, yulduz chiqdi. Yulduz oylanib qarab tursam, g'ordiga yak tushdi. G'ordiga shu Damashqning atrofidagi bir joylar. Endi Moturun degan yer keladi ondan deydi. Yana shu yulduzning oylandigan, keldigan yerlarni bu odam deb o'tadi-da. Chumillar o'zini yegan, to'plagan narsani yeb bo'lgan vaqtida bir huzurlanish bo'lishini o'xshash. Yetib tushib, ondan o'sha Jilaq keldi. Jilaq degan bu Damashqningki bir ismlardan bir ism, Damashq degan nomda hamda. Damashqqa tushdi deydi, setlib shu yerga tushganda. U hamda shu vaqtida yo'g'on bir qasrning o'ttirda bir gumbaz varda. Uning atrofida zaytun pishgan zaytunlar bor. Yani shu yerga tushdi deb. Endi bu asosan shu yulduzga qarta o'zining g'amandishlarni ifodalash bilan birga bu odam müstaqillik o'zidan o'zi muhdashgan holatda bir o'qigan she'r ekan. Allohu a'lam maqsad demo. Ibn Asakir rahmatullohi alayhi Abdullah ibn Amr ibn As rivoyat qilgan bir mazmunda Abu Bakr Siddiq odam dediki, Abu Bakr Siddiq debdi. Uning ismig'i to'g'ri dedi o ismini. Ömer Faruq degan gap u bir to'maydan bo'lgan bir mungiz yoki onun mungizi, onun o ismini to'g'ri topgan ism. Joyida deyilgan ism. Osman ibn Affan Zunnurayn bu odam mazlum o'ldirilgan. Bu odam 2 kishilik rahmatga erishilgan odam. Muaviya va uning o'g'li muqaddas zaminlarga ega bo'lgan. Makka, Madina, yani kang zaminlarga, Falastin deganda. Saffah, Salam, Mansur, Jabir, Mahdi, Amin. Bu Emirul G'azab deymiz Amin deganda. Bu Abbasiylar xalifasiga xalifa. Bularning hammasi Ka'b ibn Lu'aydin deydi. Ularning hammasi yaxshi, unda adamlar tepilmaydi. Hozir hamda sanab kelgan shu Abu Bakr Siddiq mesela, Ömer ibn Faruk, mush podshohlarning hammasi, Abbasiylar, Umayylar podshohlarining hammasi
Quraysh cemiyetinden bo'lgan podsholar bo'lib, hammasi yaxshi deb shunaq degan. Bu yerda ham Yazidniki bir ortiqchiligini bayon qilyapti Ibn Asakir. İmam Zahibi rahmetullohi alayh bu Abdullah ibn Amr ibn As'dan bir necha tarafda rivoyat qilgan bu mazmun. Ammo hech kim buni marfu qilmagan dedi. Ya'ni dastlabda degan odamga yuklamagan dedi. Bu hamda bu odam to'g'riliq deyilgan bir xil qarash. Buni ayblaydiganligi bor, tushirdiganligi bor. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar payg'ambarimizningki o'g'lini navrisini o'tdagan ish mush odamning zamonasida yuz bergan. Buni aytishlik avval İmam Vaqidi rahmetullohi alayh Abi Ja'far al-Baqir degan olimda rivoyat qilib, hamda Kabe'ga tunç qatim yipakdan to'n yapgan odam Yazid ibn Muaviya edi dedi. Bu Kabe'ga yani hurmat ifodasi musharqliq bildirgan bu odam. Bu odamniki zamonasida, yani Yazidniki zamonasida o'lib ketgan mashhur odamlar bor. Mesela Hüseyin bilan birga o'ldirilgan odamlar bor. Hurra vaqasi Madinadagi cho'ng vaqada o'ldirilganlar bor masalan. Bundan boshqa ham mashhurlardan Ummu Salama, mu'minlarning onasi payg'ambarimizning sevimli ayoli Ummu Salama radhiyallohu anha mush davrda o'lib ketgan. Undan boshqa Xolid ibn Urfuta bu sahoba bu mush davrda o'lib ketgan. Bu odam o'sha Qadisiya urushida bir cho'ng qo'shinning boshlig'i bo'lmasa-mu, kichikroq bir qo'shinniki boshlig'i bo'lgan Muaviya davrida nurg'un amallarni tutgan sahoba. Ondan başqa bu davrda o'lib ketgan sahobalardan Jarhadul Aslami degan sahoba. Bu sahoba bak mashhur emas, lekin bu kishi Hudaybiya sulhisiga payg'ambarimizning huzurida bor. Shu yerga qatnashgan, Rasulullohni ko'rgan sahobalarning biri. Bu kishiniki mashhur bir Rasululloh bilan bo'lgan suhbatlardan. Rasululloh huzuriga kirgan vaqtda bu kishiniki yotsa o'choqlarga chiqqanda payg'ambarimiz yo'tani yap yo'tizga avrat degan so'zni o'sha odamga qilgan deydi. Bu kishi shu Yazid ibn Muaviyaniki davrida 60-yillarda o'lib ketgan. Ondan boshqa Jabir ibn Atik degan sahoba. Bu mashhurlardan o'zi Ansarilarning Aws qabilasidan. Bu kishi shu payg'ambarimiz bilan hamma urushlarga birga qatnashgan. Makka fatih kunsi bu payg'ambarimizning Aws qabilasining bayrog'ini ko'targan urushda. Bu demak amal tutgan sahoba. Bu kishi Hijriy 61-yil Yazid ibn Muaviyaniki davrida o'lib ketgan. Ondan başqa Burayda ibn Husayb degan sahoba. Bu sahoba shu Madinalik sahobalar, Avsiya Xadrajdan emas, o'zining Aslam qabilasidan. Bu kishiniki qiziqlari payg'ambarimiz Madinaga hijrat qilib kelganda o'sha odamniki diyoridan o'tgan ekan. Bu diyorda o'tgan vaqtida musulmon bo'lib, keyingi davrda Rasulullohniki qishga kelib, Rasulullohdan asosan ko'p urushlarga qatnashgan, Madinani o'zininki joy tutgan sahoba. Keyin Basraga ketib, Iroqqa shu yerda turib, Xuroson, Marva, turk diyorlaridan shu Marvada o'lib ketgan, Turkmanistonda. Bu odamning qabrisi shu yerda. Undan boshqa o'lib ketgan buyuklardan Muslimat ibn Muxlit degan sahoba. Bu nihoyatda katta amir sahoba. Amallarni tutgan, Muaviyaniki qishga kelgan. Muaviyaniki nurg'un ishlarda, hatto Misrda tug'an, Marokash taraflarga berib shu yerda urush qilgan bir odam bu. Bu odam Yazidniki davrida o'lib ketgan odam. Bu odam Misrniki Iskandariya shahrida o'lib ketgan buyuk Xazraj Ansar sahobalarniki biri. Ondan boshqa buyuklarimizdan Alqamat ibn Qays an-Naxai, bu faqih olim, payg'ambarimizni ko'rmagan. Bu odam nəhayət katta, bu Kufinin, Iroqniki katta büyük allamlardan bo'ladi. Bu odam o'sha Iroqda turib, Abdullah ibn Mas'udning shogirdi, payg'ambarimizning eng sevimli sahobasi Abdullah ibn Mas'udning shogirdi bo'lib, shu odamdan nəhayət nurg'un ilmlarni o'rgangan. Hatto menish turishdan tortib Abdullah ibn Mas'udni doğurgan odam shu. Bundan nəhayət ko'p hadislarni rivoyat qilib yetkazgan tabi'in kishilarniki biri. Undan boshqa bu davrda o'lib ketgan buyuklardan Masruq. Masruq degan kishi sahoba emas. Bu Yazidning davrida o'lib ketgan o'z Iroqlik, Kufilik nəhayət mufti tabi'in kishi. Bu kishiningki bunday mashhur bo'lishida payg'ambarimizning sevimli ayoli Oysha radhiyallohu anhadan nəhayət ko'p narsalarni o'rgangan. Oyshaga nəhayət yaqin turib nurg'un ishlarni, Rasulullohning hayotini, turmushini o'rgangan odam bu.
Ondan başka şu Persiya, onun Kadisiya uruşu katnaşkan özünki uruqti qalları bilen. Bu adamniki ak elleri şu Kadisiya uruşida öldürülgen. Hem de şu Mesruq Kadisiya uruşida yarılıb palaj ulab qalgan bu adamniki quli. Onun üstüge bu adam şu devirlerden ait meşhur qazi, özün qazılığı haqq almaydigan, devletten haqq almaydigan, ibadetten ait ibadet koy, Xuda koy. Mandaq bir adam keçiler namaz okusa, putlara işip ketkilik okuydigan, müştağın ait himmetlik, iradelik tabi illadın. Bu kişi bu köp hadislerini rivayet qilgan. Bugün gün kadar hadislerini kelip bizge yetip kelishida mush adamniki köp töhpleri var. Misvar ibn Mahrama özüne ait kichik sahabalar. Çünkü Peygamberimiz ölüp ketken vaqtida bu adamniki yaşı 8-9 yaş etrafında. Lekin bu adamın ait köp hadis rivayet qilgan. Köp hadislerini bugün kadar kelishga sebepçi bolgan Irak qatnamış Persiya taraf, Xurasan taraflardagi urushlarga qatnashgan nihoyatda büyük kishilarniki biri. Hamda Hazrat Osman roziyallohu anhu muasir kelgan vaqtida Muaviyaniki qishga Damashqqa mush adamni elchi qilib avatgan. Nihoyatda mush himmatli sahoba. Bu kishi shu Yazidniki davrida o'lib ketgan. Nurg'un hadislarni rivoyat qilgan. Abdurrahman ibn Avf degan nihoyat mashhur sahoba bu adamniki tag'isi bo'ladi. Ana taraf tag'isi bo'ladi. Şomuş tağısından ait köp hadislerini rivayet kılıp yetkizgen. Bundan başka ölüp ketken sahabeler ve büyüklerine ait köp bizge ait meşhur yetip gelgen muşunçiler. Hem de şu Harra vakasida, şu Medine'deki vakada ölüp ketkenlerinin sani meyli Kureyşlerden bolsun, Ensarlardan bolsun 306 adam. Bu sani inilgan bu meşhurları Kureyşlerinin, Ensarlarının büyüklerden 306 adam öldürülgen. İsim zikir kılınmagan mesela kişiler arasında cık onun kemada inaveti avroya yani nait köp tonulmagan adamlar tak bunun sırtıda. Çünkü bunun içinde hem de Kureyş'ten başka Cuhan kabilesi deymiz, Beli kabilesi deymiz, Tamim kabilesi deymiz, Beni Hanif deymiz. Araplarning nurg'un kabileleri var bir kelib ketib turayotgan. Bularni öldürgenler nait köp bo'lishi mumkin. Faqat mushu ikki qabiladan Ansari va Qurayshdan iboratlam ikki qabilada öldürgenler 306. Qağınını qo'shgan vaqtda bu nayat qilib ko'p sonda egalladi. Demak bu Harra vaqasi nayat Madinada tunji qatam siyosiy inqilobni bostirgan bir voqea bo'lgan. İslam tarixida bu nayatlik birinchilikni olgan voqealik bo'lgan. Buni ayviti shon shavkati nayatda ko'p bo'lib ketaylik. Mushunlar bizniki Yazid ibn Muaviyaniki davri oxirlashdi. Buni o'qib bo'ldik. Hatta Alloh xolsa Yazidning o'g'li Muaviya ibn Yazid ibn Muaviyaniki hayotini bilib chiqaylik. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.